Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan 1981-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan fuqaro Hazoras temir yo'l bekati oldida shartli xaridor sifatida jalb qilingan fuqaroga 5 dona gugurt qutisidagi o'tkir hidli yashil rangli o'tsimon moddasini 2,5 million so'mga sotgan vaqtida xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Fuqaroning ust-bosh kiyimlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda 2 dona gugurt qutisida hamda bir bo'lak oq qog'oz parchasiga o'ralgan o'tkir hidli yashil rangli quritilgan o'tsimon modda borligi aniqlangan. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, fuqaro oldidan chiqqan o'tkir hidli yashil rangli quritilgan o'tsimon moddalar 22,6 gram og'irlikdagi marixuana giyohvandlik moddalari ekanligi aniqlangan. Shuningdek, o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda 2003-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan fuqaro Urganch signallashtirilgan va aloqa masofasi korxonasi oldida shartli xaridorga 1 dona polietilen paketga qadoqlangan o'tkir hidli yashil rangli o'tsimon holdagi moddani 250 ming so'mga sotgan vaqtida aniqlanib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, fuqaroning yonidan chiqqan sof og'irligi 2,82 gram bo'lgan o'tkir hidli yashil rangli o'tsimon holdagi modda marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Hurmatli fuqarolar, giyohvandlik moddalari jamiyat xavfsizligi, yoshlar kelajagi va sog'lom turmush tarziga jiddiy tahdid soladi. Agar siz giyohvandlik bilan bog'liq yoki shubhali holatlarga ko'zingiz tushsa, darhol ichki ishlar organlari xodimlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Zero giyohvandlik bilan qarshi kurashish barchamizning fuqarolik burchimizdir.